o'qiyotchilar qismining ig'ir savanligi. Son va sifat jihatda raqiblardan ko'p tuvan turadigan islom g'azotchi qo'shuni Makka qo'shuni ustidan mutlaq ustunlik bilan g'alaba qilib, Badr kundikidan g'albisi zo'r, ta'siri texmi cho'ng yana bir g'albini tarix betiga pitay deb turganda, o'qiyotchilar qismidagi ko'p sonli kishilar intayin ig'ir bir savanlik sodir qilib, vaziyatni tamoman o'zgartirib o'tdi va musulmonlarga unutilg'isiz ig'ir musibatlarni keltirdi. Hatta Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayoti xavfga uchrag'ili tasliq qildi. Hamda Badr g'albisidan keyin musulmonlar qo'lga keltirgan siyosiy o'ringa intayin yomon ta'sir ko'rsatdi. Rasulullohning o'qiyoch qismga oldingi saf mayli g'alba qilsin yoki mag'lub bo'lib chekinsin, tog' ustidagi o'rinni qat'iy bo'shatmaslik haqidagi bergan harbiy buyrug'ining to'liq tekstini oldingi boblarda bayon qilib o'tdik. Afsuslanarligi, ular musulmonlarning dushman mol-mulkini g'animat elayotganligini ko'rib, bu amr farmonga sal qarab, dunyo ovqat to'plash qizg'inligiga asir bo'lib ketdi. Hatto ularning ba'zisiga g'animat yig'ayli, g'animat. Odamlarimiz g'alba qilib bo'lgan turug'liq, yana nimaga qarab turimiz, deyishib vasvasa tarqatdi. Ammo o'qiyotchilar qo'mondoni Abdullah ibn Jubayr ularga Rasulullohning buyrug'ini eslatib, "Ey musulmonlar, Rasulullohning sizlarga nima deganligini unutib qoldinglarmi?" degan bo'lsa-mu, lekin ko'p sondagi kishilar qo'mondonning bu eslatmasiga quloq solmay, "Bizmi ularning keyinini yetib olib, g'animat yig'ib olishimiz kerak" deyishib, 40 kishi tog'dan tushib qo'shinga qo'shilib oldi. Shunday qilib musulmonlarning orqa safi mudofiasiz qoldi. Orqa safda Abdullah ibn Jubayr boshliq 10 nafar odam oxirgi nafasgacha Rasululloh belgilgan o'rindan ayrilganligini bildirishib, mustahkam turdi. Xolid ibn Valid islom qo'shinini qo'rshab yo'qotish harakatini qayta qo'zg'adi. Dushman otliq qo'shinining bosh qo'mondoni Xolid ibn Valid bu oltin fursatni g'animat bildida, ko'zni yumib ochqicha musulmonlarning orqa safiga otlarni uchirdi. U heliq tog' ig'izidagi o'tishmida jiq kuch sarf qilmayla Abdullah ibn Jubayr va uning odamlarining mudofiasini besib o'tib, musulmonlarning orqa safiga hujum qilishga boshladi. Uning otliq chaparmanlari musulmonlarning keyindan yetib kelib, bir cho'qon ko'tarib edi, jon qutqizib qochayotgan mushrik askarlari o'zgacha yangi bir burilish bo'lganligini his qilishib, orqaga yupurilibla keynidan qo'g'lab kelayotgan musulmonlarning oldini to'sib qilishdanladi. Kuchtumtut yuz bergan bu qalayimqonchilikdan foydalanib, mushrik ayol askarlaridan biri Alman-talman yugurib berib, mushriklarning oyoq ostidagi dastilab to'pog' milinib ketgan alimini ko'tarib pulanglatishga boshladi. Aytishlariga qaraganda u Bani Haris jamiyatidan Umra binti Alqama ekan. Shuning bilan qechib ketayotgan yoki vaziyatdan xabardor bo'lib qaytgan bir qancha mushrik askari alam atrofiga jam bo'ldi va birlashib kuch uyushtirdi. O'zaro chaqirishib saf tashkilladi. Hatto ko'zni yumib ochqichi bo'lgan orliqda xeli zo'r bir mushrik qo'shin tashkillandi. Musulmonlarga qaytirma zarba berishga o'tdi. Natijada musulmonlar oldi va keyini ikki tarafdan qo'rshilib, ikki tosh orliqida so'qilishga boshladi. Rasulullohning dushmanning qo'rshab yo'qotish harakatiga tutgan maydoni. Rasululloh bu chaqda bir qancha kishi, rivoyatda 9 sahoba deyilgan, qo'shinning keyinroq bo'lib, musulmonlarning jang ahvoli va ularning mushriklarni qo'g'lab yo'qotish ahvolini kuzatayotgan edi. Ushtumtut Xolid ibn Validning otliq qo'shini besib keldi. Bu chaqda Rasulullohning oldida faqat ikkila yo'l qolgan edi. Biri u o'zini va yenidagi 9 nafar kishini elib, tezdan bexatar qulaylik makonga berib olib, qo'rshavda qolganlarni peshonasiga putilgan taqdirga tashlab etib, ular bilan kor bo'lmaslik. Yana biri u o'zining xavf xatarga yo'l qishiga qaramay, atrofda nima qilarini bilmay gangrab qilayotgan musulmonlarni chaqirib, o'z atrofiga uyushtirib, tog' bag'rida qo'rshavda qolgan musulmonlarning yeniga yo'l ichib, ilgarilaydigan kuchlik bir oldingi saf qalqini barpo qilishdan iborat. Mana mushundaq hayot mamatliq jiddiy paytda Rasulullohning Allohdan o'zga hech nimadan qo'rqmas, jasur qiyofati va tangdoshsiz botirona shijoati intayin ta'sirli ravishda yana bir qatim namoyon bo'ldi. U butun kuchi bilan "Ibadalloh, ibadalloh, ey musulmon qarindoshlar, ey mu'min qarindoshlar" deb to'lidi. Holbuki uning bu ovozini musulmonlar anglab bo'lguncha mushriklarning anglab qoladiganligini allaqachon biladi. Lekin u mushundoq jiddiy ham halqiliq paytda xatarga tavakkul qildi va ularni chaqirib kuch tashkillash va qopsilib qolganlarni qutqizishga otlandi. Rost degandek mushriklar Rasulullohning ovozini tunib kelib, musulmonlar yetib kelguncha allaburun bostirib kelib bo'ldi. Musulmonlarning gangrab qilishi. Ammo musulmonlar qo'shini dushman qo'shinining qo'rshiviga tushib qolgandan keyin qattiq gangrab qoldi. Bir bo'liklarning aqli o'shib ushdi.
Ularning asyodi faqat o'z jinini muhofazat qilishli bo'lib, jang maydonini tashlab tik o'tish o'yida bo'ldi. Undaq qilganda qandaq oqibatlar kelib chiqadiganligini yodiga keltirmadi. Bundaqlarning bir qismi Udul Madinaga qarab tik o'tishdi. Hatto Madinaga kirib, ondan to'xtadi. Yana bir qismlari darhol taqqa o'zini elib panohlandi. Uchinchi bir turkumlar bo'lsa, mushriklar qo'shiniga aralashib ketdi. Natijada ikki taraf qalaymiqonlashib ketganlikdan musulmon kofirni ayrig'li bo'lmadi. Buning bilan musulmonlar orasida ancha-muncha bir-birini o'ltirib selish hodisasi ko'rildi. Imom Buxoriy Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deyilgan: Uhud kuni mushriklar oshkora mag'lub bo'lgan edi. Bu chaqda iblis: "Ey Allohning bandalari, orqanglarni, ya'ni keyninglardan paqas bo'linglar" deb to'lidi. Shuning bilan musulmonlarning raso olg'a ilgirlab ketayotganlari keyniga yenib, o'zlarining orqasidan kelayotgan musulmonlar bilan urushdi. Bu chaqda Uzayfa radhiyallohu anhu otasi Yamanini ko'rdi-da: "Ey musulmon qarindoshlar, otam" deb to'lidi. Oisha mundaq deydi: Alloh bilan qasamki, ular uning gapiga quloq solmay, oxiri uni o'ltirib, ondan to'xtadi. Uzayfa ularga: "Alloh sizlarga mag'firat qilar" deb qo'ydi. Urva radhiyallohu anhu mundaq degan: Uzayfa vafot qilgan qadar uningda yaxshilikning asari zoil bo'lmay keldi. Demak, bu yerda qapsilib qolgan otasining o'z odamlar tarafidan bexasarlik bilan o'ldirilganligiga hech qanday g'alla g'udursiz sabr qildi. Demak, bu yerda qapsilib qolgan bir bo'lik musulmonlarning ichki qismida qattiq chalvoqchilik yuz berdi. Qalayimqonchilik yuqori pallik ko'tarilgan bo'lg'achqa, nurg'unlari as-hoshini yo'qotib, nima qilarini bilolmadi. Ahvol mushunda xatarlik turayotgan bir paytda Muhammad o'ldi deb to'g'ilgan bir ovoz anglandi. Buning bilan ba'zilarning chiqolmay qolgan jini natcha ilinib, ruhiy quvvat sundi yoki yo'qolish girdobiga berib qoldi. Hatto ularning ichida ayrim bir qismlari urush qilish niyatidan yenib, qurollarini tashlab bechora bo'lib o'ltirdi. Yana ba'zi bir qismlar darhol munofiqlarning katibishi osiylik qilib qaytgan Abdullah ibn Ubay bilan aloqalashib, Abu Sufyondan amonlik elib berishga so'zlashishni o'yladi. Shundaq turayotgan bir paytda bularning yeniga Anas ibn Nazr kelib qoldi va ularning qurolsiz bechora turayotganini ko'rib, "Nimaga qarab tursizlar?" dedi. Ular "Rasululloh o'ldirilibdi" deyishdi. Shuning bilan Anas ibn Nazr ularga: "Rasulullohdan keyin hayot qilib nima qilsizlar? Turinglar, Rasululloh o'lgan yo'lda sizlarmi o'linglar" dedi. Ondan yana: "Ey Alloh, men bularning, ya'ni bu musulmonlarning qilganlaridan sana o'zra aytaman. Va bular, ya'ni mushriklarning qilganlaridan ham ado-judoman" dedi-da yo'lga ravon bo'ldi. Bu chaqda uningga Sa'd ibn Mu'oz uchrab: "Naga ey Abu Amri?" deb so'raydi. Anas ibn Nazri: "Naga edi? Qaramamsan, jannatning hid-puroqlari Uhud tog'i tarafidan kelyotidi" deb qo'yib ilgirlab ketdi va bostirib devaylab kelayotgan dushmanlarning oldini to'sib, urushib, oxiri shahid qilib etildi. Uni jang oxirlashgandan keyin hech kim toniy olmay, oxiri uning hamshirsi uning barmoqidagi bir belgisidan tanidi. Uningda nayzi nashtiri, qilich yarasi va o'q jarohati bo'lib, 80 necha yeri ig'ir va yenik zaxmlangan edi. Sabit ibn Dahda o'z qavmini jangga chaqirib: "Ey ansorlar jamoasi, agar Muhammad alayhissalom o'lib ketgan bo'lsa, Alloh tirik, hargizmi o'lmaydi. Sizlar dininglar uchun jang qilishinglar kerak. Alloh sizlarni cho'qim zafar topqizgusi va sizlarga g'alaba nusrat ato qilgusi" dedi. Buning bilan ansorlardan bir qancha azmat ovoz qo'shib maydonga chiqdi. Sabit bular bilan birlikda Xolid ibn Validning otliq qo'shiniga hujum qildi. Urushib, oxiri uningga Xolid ibn Valid nayza urib o'ltiribdi va uning hamrohlarini bir-birlab shahid qilibdi. Muhojirlardan bir kishi jani halqumga kelib qolgan, o'z qiniga melinib yotgan bir ansorning yenidan o'tib qoldi. Muhojir uningga: "Ey paloni, Rasululloh o'lib ketibdimish, uni uqdingmi?" dedi. Ansori bo'g'iq ovozda: "Rasululloh o'ldirilgan bo'lsa, o'z burchini ado qilib o'ldi. Endi sizlar dininglar uchun jang qilishinglar lozim" dedi. Mana mushundoq o'limga pisand qilmaydigan iroda va to'lib toshgan jasorat bilan musulmonlarning ruhiy quvvati asliga keldi va aqli joyiga tushib, o'ziga bo'lgan ishonchisi qayta tiklandi. Shuning bilan ular taslim bo'lish yoki Abdullah ibn Ubay bilan aloqalash o'yidan voz kechib, qo'llari qurol oldi va mushriklar to'piga hujum qilishga boshladi. Ular qo'mondonlik shtab tarafiga yo'l ichib ilgirlashga urinayotgan paytda Rasululloh o'ldirilibdi degan xabarning yolg'on ig'vo ekanligi ma'lum bo'ldi.
Bu xabar ularning kuchiga kuch qo'shdi. Ular mislsiz botirlik, ajoyib jasorat bilan qon kechib urushib, oxir muvaffaqiyatli holda qo'rshovdan qutulib va bosh qo'mondoni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam atrofiga to'planish harakatida to'liq muvaffaqiyat qozondi. Bu yerda butun Asiyada faqat Rasulullohda qolgan 3-bir turkum kishilarmi bor edi. Ular dushmanning qo'rshab yo'qotish harakati sezilgan hamon Rasulullohning qishiga qaytgan. Bularning oldingi qatorida yanala Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib qatorliqlar bor edi. Ular aslida oldingi safda dushmanga qo'g'lab zarba berayotgan oldingi qatordagi azmatlardan edi. Rasulullohning hayoti xatarga uchrash xavfi tug'ilib edi. Ular darhol Rasulullohning qishiga qaytib, mustahkam mudofaa qo'rg'ini shakllantirdi. Rasulullohni qo'g'dash jangi. Har qaysi o'rinlarda jang qilayotgan muhojirlar dushmanning qo'rshab yo'qotish sirtmoqida bo'g'ilib, otliq va piyodalik hujumning qo'sh tugmanida izilayotgan bir paytda Rasulullohning atrofida jang eng dahshatlik va eng keskin bo'ldi. Yuqorida mushriklar musulmonlarni qo'rshavga olganda Rasulullohning yanida faqat 9 nafar kishilar bor edi degan edi. Rasululloh musulmonlarni bu yoqqa kelinglar. Men Allohning payg'ambari Muhammad bu yerda deb to'lvidi. Uning bu ovozini mushriklar avval anglab qoldi-da, darhol otlarning tizginini ovoz tarafga burab hujum qo'zg'adi. Ular sahobalar Rasulullohning atrofiga jam bo'lib bo'lguncha ishni tugatish uchun umumyuzlik bostirib keldi. Natijada mushriklar bilan bu 9 nafar sahoba o'rtasida shundoq qattiq, shundoq dahshat urush bo'ldiki, bu urushda sahobalarning Rasulullohni naqadar suyadiganligi, uning uchun qanchalik jon fido qiladiganligi va bu haqda qanchalik jasorat va shijoat ko'rsatadiganligi yana bir qatim ochiq oshkora namoyon bo'ldi. Imom Muslim Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib aytdiki, shu kuni, ya'ni Uhud kuni Rasululloh ansorlardan 7, Qurayshdan 2, jami 9 kishi bilan bir yerga qapsilib qoldi. Mushriklar bostirib keldi. Rasululloh ularga kim taqobil turdi? Uningga jannat tayyor yoki u mening jannatga hamrohim bo'ladi dedi. Ansorlardan bir kishi oldiga chiqib dushman bilan qattiq ilishib, oxiri shahid bo'lib ketdi. Dushman yana bostirib keldi. Rasululloh yana odam chiqardi. Ish shundoq davomlashib, hattoki 7 taylanning hammasi bir-birlab tugadi. Bu chaqda Rasululloh yenidagi haliqi Qurayshlik 2 sahobasiga qarindoshlarimizga insof qilmadik dedi. Bu 7 azmatning eng keyingisi Ammar ibn Yazid ibn Sakan bo'lib, u dushman bilan urushib, oxiri qattiq yaralanib yiqildi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun Rasululloh.